بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Assalomu alaykum hurmatli ahli islom, mo'min musulmon birodarlar. Bugungi Sayyidul Ayyam Hajjil masokin bo'lgan bir ulug' fazilatli kundamiz. Alloh taolo dargohida qabul aylasin. Bu shunchalik ulug' ibodatki, hajga borish mashaqqatini hammangiz juda yaxshi bilasiz. Ana o'sha hajga borish savobini, haj savobini borolmaganlarga 2 rakat juma namozini xulus niyat bilan o'qisa, shunga yetishadi degan ekanlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Muhtaram aziz birodarlar, hammamiz bir ojiz bandamiz. Alloh taolo egan mana shu dunyoni sizni bizga shunchalik makon, manzil qilib berganki, hamma narsa inson uchun mujassam. Lekin shuni qadriga yetish, olib turgan nafas, havoni agar shu narxi bo'lganda qancha bo'lardi? Shu nafasni bebaho qilib berdi Alloh havoni. Bir daqiqa bo'lmasa dunyo tugaydi. Ana shu ovatgan havo qaytdan kelyapti, nima-yu bu o'zi-yu, bu qanday qudrat? Quyosh nuri, dunyoga quyosh chiqmasa muzlaydi. Botmay turaversa yonib ketadi. Alloh shuni yerni aylanishini shunga to'g'irlab qo'yganda. Endi mana qarangki, ichib turgan suvimiz. Bu nima bu? Qaytdan kelyapti. Bir odam 70 yil toat ibodat qilar ekan. Doim namoz o'qir ekan, ibodatda bo'lar ekan, shukri yo'q ekan, shukr, Xudoga shukr demaskan hech. Og'rinib ibodat qilar ekanda, nuqul yig'lar ekan. Nolinib, yaxshi bo'lmadi hayotim. Shu qiyomatda sarvari olam etib beradilar. Endi mana 70 yillik toat ibodati ajri qanday bo'lar ekan deb tursa, 70 yillik toat ibodatni taroziga qo'yib, bitta ko'zini olib bu taroziga qo'yishdi. 70 yillik ibodatni ko'z ko'tarib o'tib og'irligidan. Bitta ko'z. Alloh aytibdi, bandam, meni senga bergan ne'matlarimni o'yladingki, namoz o'qib hammasini ado qilib tashlayman deb. Yo'q. Bu seni musulmonchiligingni bir hujjati, guvohi. Sen alhamdulillah, Alloh shukr degan narsani yuragingdan yetmaganding hech qachon. Qalbingdan tashakkuring yo'q edi menga. Ko'rib turib ko'zingni, bu ko'rayotgan ko'zim o'zi nima? Bu rangni ajratayotgan bu kuch, qudrat qanday paydo bo'ldi menda? Buni kim bergan buni? Endi qaysi bir shukrini, qaysi bir ne'matini shukrini qilamiz, lekin shuni yaxshi bilaylikki, Allohning roziligi shukrimizda,
oqibatimizda, yaxshiligimizda. Bugun mana Navro'z deyiladi. Yangi kun. Bu necha ming yillardan, 5000, 6000 yillardan tarixga ega insoniyat yilini, mo'chalini shu bilan hisoblab kelgan. Odamzod dunyoda yashaydi, dinidan, irqidan qat'iy nazar bir yil hisobi bo'ladi. Ta Allohim bizni, ota bobolarimizni islom dinining nuri bilan bahramand etguncha hisobimiz mana shu haligi 12 mo'chalda qo'y yili, ot yili, sichqon yili qilib mana shu 21-martga to'g'ri kelib Navro'z yil yangi bo'lgan. Dehqonlarimiz shu sumalak, halim qilib fataha olib mehnatga tushgan. Qadriyat degani islom dini kelgandan keyin ham shirklikka, bir yomonlikka bo'lmagandan keyin u qadr topib qolgan. Ota bobomiz olib qolgan bu sumalakni, halimni, Navro'zni. Endi ba'zi odamlar bor, shundan ham bir ishkal chiqadi deydi. Bu yo'q-ku, dinda yo'q-ku, bu milliy bayraming, yilni hisobi qadimdan qabul qilaver. Allohga shukr qilaver. Har bir narsani qadriga qilayotganingga bayram, ayyom, bahor ayyomi necha yil bir begonani yangi yilini ham qilib kelindi-ku. Bu ota buvayizdan tortib, ajdodingizdan tortib kelayotgan yangi yil mana shu. Mana shunda yangi yil kirilgan, yangi kun deyiladi. G'alva chiqazaman, fitna chiqazaman deganga hamma narsa fitna bo'laveradi. Inson bag'riga ko'p narsani sig'dirish kerak. Yurak keng bo'lish kerak. Tor bo'lish kerak emas. Islom dinini ham quruq yog'ochday qilib olish kerak emas. Barglarini olib, shoxlarini olib, mana shu faqat tamom. Islom dinini bir daraxtga o'xshatsak, mevalari bor, barglari bor, soya beradi. Sen nima yulvarasan barglarini? U mumkin emas, bu mumkin emas, bundoq emas. Sal narsaga jahannamga tiqib, yeyotganni harom qilib, bunaqa emas-da yo'llida. Bunaqa qilib musulmonni juda og'ir yukni ostiga qo'ymaydi. Nimaga ravnaq topolmay orqada qolib ketdik? Mana Bag'dod 500 yil dunyoni titratgan, 500 yil poytaxt bo'lgan, xalifalar poytaxti bo'lib turgan Bag'dod. Birinchi soat o'ylab topilgan Bag'dodda. Butun olimlar yig'ilgan, ko'p kashfiyotlar Bag'dodda. Yo'lni tor olib mumkin emas qilib oxiri xorlikka olib kelib qo'ydi. Ilm qolib ketildi. Ilm uchun ochiq yo'l bo'lish kerak, keng bo'lish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bekorga utlubul ilma walau kana bisin deb Xitoyni og'izga olganda gap katta bitta. Ilmni talab qiling, garchi Xitoyda bo'lsam, o'sha paytda Yaponiya hali ajralmagandi. Yaponlar ham shu Xitoy edi. Xitoy ajrab chiqqan o'sha orolga kelib o'zini mamlakatini tuzgan oq suyaklari, o'sha samuray deydiganlari o'shatga o'tib Yapon bo'lgan. Qarang, o'sha sarvari olamni aytgan so'zlarning hikmatini, dunyoni Yapon bilan Xitoyning moli bosdi. Ilmini, texnikasidan juda ko'p dunyo foydalanadi. Ilm olishda surishtirish ketmaydi. Bir bola otasiga aytgan ekan, otasi aytdi, bolam o'qiyman deb yuruvding, nimalarni o'qiding? Ya 2 yildan beri domla tanlayapman. Nima qilyapsan? Domla, bir ixlos qiladigan domla topolmayapman. Nima edi? Bir ilm o'qiysan, bittasi bunaqa qilig'i bor ekan, yana bittasi bunday ekan, yana bittasi unaqa ekan.
bir toza domla topolmayapman o'qishga desa, bolam avom bo'lib ketasan bunaqada. Ilmsiz qolasan. Chiroqdan foydalanaver, qo'lingni ichiga tiqmagin. Ilmini olsangchi, o'zi bilan nima ishing bor? Bizada domlani ilmidan foydalanish o'rniga domlani analizga o'tib ketiladi. Sen nima ishing bor? Sen har qanday ilmda o'shani olgin. U kofirmi, musulmonmi, e'tiqodlimi, e'tiqodsizmi, kerak ilmini ol. Bir kuni musulmonga foydasi bo'ladi. Azizlar, bir yoshga katta bo'lganingiz muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, barakotli bo'lsin, tan jonimiz sog' bo'lsin. Urush balolardan saqlasin. Tepamizda o'qlar yog'ilishidan Allohimni o'zi saqlasin. Bola chaqalarimiz bor, nabira, abiralarimiz bor. Alloh taolo egam hamisha o'z hifzi panohida saqlasin. Ilm o'qing, shukr qiling, yaratgandan yaxshi kunlarni, yaxshi niyatlarni talab qilavering. Rahmanir-Rahim. Muhtaram birodarlar, bugun bir ma'ruza qilaylik desak, savollar juda ko'p. Savollarga javob bermasak ham qandaydir o'zimizga o'ng'aysiz bo'lyapti. Chunki savollar ham kerakli savollar bor. Bir ikkita sadaqa to'g'risida ma'ruza qilaydi, keyin bu yog'ini savollarga javob berish bilan o'tkazamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vallazi ba'asani bil haqqi la yu'azzibullohu yawmal qiyamati man rahimal yatima wa lana lahu fil kalam wa rahima yutmahu wa dha'fahu. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi bu muborak hadis. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "Meni sizlarga payg'ambar qilib yuborgan Allohning nomiga qasamki" debdilar. Sarvari olamni ham qasam bilan aytgan so'zlari ta'kid bo'ladi. "Meni sizlarga payg'ambar qilib yuborgan Allohning nomi bilan qasamki, kimki yetimga rahm qilgan bo'lsa, yetimga yedirgan bo'lsa, yetimga yordam qilgan bo'lsa, Alloh taolo qiyomat kuni uni azoblamaydi" debdilar. Alloh taolo uni qiyomat kuni azoblamaydi. Avval yetimxonalar bo'lmagan. Chunki yetimni bermagan amaki, tog'alar, qarindoshlar o'zlari boqib katta qilgan. Yetimlar uyiga topshirib yubormagan. Qariyalar uyi ham bo'lmagan. Qariganda ham yetimlar bor oramizda. Olib borib tashab kelishyapti qariyalar uyiga. 80 ga 85 ga kirgan qariyani olib borib tashab kelishdi. Yig'latib, dod digizdirib, nima bo'lyapti azizlar bu hayot? Yana davom etyaptilarki, "Valam yatataval ala jarihi bi fazli ma atahulloh." Agar Alloh boy qilib, badavlat qilib qo'ygan bo'lsa, qo'shnisiga takabburlik qilmasin. Qo'shnisidan balanga chiqib ketib, "Sen kimsan?" demasin. Qo'shnisini diliga ozor bermasin, 3-4 kunlik mansabiga ishonib, 3-4 kunlik tangasiga ishonib. Qo'shni kim bo'lishidan qat'iy nazar go'zal va chiroyli muomalasini qo'shni bilan qilib turish kerak. Yana davom etdilar: "Ya ummata Muhammadin vallazi ba'asani bil haqqi la yaqbalullohu sadaqatan min rajulin va lahu qarabatun muhtajuna ila silatihi
ve yasrifuha ila gayrihim vellazi nefsi biyedihi la yanzurullahu ileyhi yevmel kıyame. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetleri dediler Peygamberimiz. Ey Muhammed Resulullah'ın ümmetleri divattiler server alem. Qarindoshi pulga muhtoj bo'lib turganda, qarindoshi yordamga muhtoj bo'lib turganda begonalarga sarf qilib yurganini Alloh nazari bilan qaramaydi. Alloh taolo qiyomatda ham qaramaydi va Alloh taolo unday bandani sadaqasini qabul qilmaydi. Chunki qarindoshi muhtoj, qarindoshi qiynalyapti, u boshqalarga yediryapti. Yana Jurayr ibn Abdullah ibn al-Bahali radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadigan bu hadisda Sarvar olam aytibdilarki, "Ma min zi rahimin ya'ti za rahimihi fayas'aluhu fadlan a'tahu Allah iyyah fayabkhalu alayhi illa akhrajallahu lahu min jahannama hayyatan yuqalu lahu shuja' yatalammazu fayutawwaqu bih." Bir odam aka yo opa yo tog'a yo uka yaqin qarindosh kelib qiynalib qoldim, ozroq pul berib turing desa, bu bo'lib turibga aytilyapti. Bo'lib turib, ukam bermaydi deyoradi, akam bermaydi deyoradi, tog'am bermaydi deyoradi. Qarz so'rayapti-yu, keyin ololmay qolaman deb bo'p turib bermasa qarindoshiga, Alloh bir shujo degan nomli ilonni yaratib qo'ygan ekan. O'sha qarindoshi qarz so'rab kelganda bermagan, bo'p turib bermaganni to qiyomatgacha haligi ilon har kuni yeb, har kuni qusar ekan. Shunday azob bo'lar ekan. Haligi ilon qarindoshiga baxillik qilib, nokaslik qilib bermaganni bo'p turib, o'sha jahannamni iloni har kuni yeb, har kuni hazm qilib turar ekan. Bu ilon dahshatli ilon. Kimki qiyomatga ishonsa, mana shunday azoblar borligini esdan chiqarmasin. Qiyomatga ishonaman, do'zaxga ishonaman, azoblarga ishonaman degan odam har bir ishini o'ylab qiladi. Qarz o'zi nima? Sarvar olam aytgan ekanlar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Kullu qarzin sadaqatun. Qarz sadaqa. Biroz so'rab kelgan va omonatga berilgan narsa sadaqa. Belgilangan vaqtidan o'tib ketsa 10 barobar sadaqani savobi yozilib turaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ra'aytu laylata usriya bi ala babil jannati maktuban as-sadaqatu bi ashri amsalha wal qarzu bi 18." Merojga chiqqanimda deydilar Sarvar olam, jannatni ko'rdim. Jannatni eshigiga yozib qo'yilibdi: bir sadaqaga Allohning 10 savobi bor. Qarz berib turganga Allohning biriga 80 savobi bor. Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilinadi. Sarvari olam aytgan ekanlarki, payg'ambarimiz: "Ma min muslimin yuqridu musliman qarzan marratan illa kanu kasadaqatiha marratayn." Bir marta bir musulmon bandaga bir marta qarz bergan odam 2 marotaba sadaqa qilganning savobini topadi.
Hozirgi kunda shunday ishlar ko'paydi. Bechora olgan bera olmaydi, sharoit o'zgardi. Uni berganga ham kerak. Aziz birodarlar, dunyoda hamma narsa topiladi, bir o'lgan odam topilmaydi. İnsonni hurmatlang. Bergan yordamingiz hech qachon zoyi ketmaydi. Odamlar pul yig'ib hajga boradi. Savob deb bergan qarzingiz o'shanikidan ko'proq qiladi Alloh. Savob deb zakot ajratadi. Savob deb boshqa ishlar qiladi. Mana shularning hammasi o'sha banda qo'lidan kelmay turibdi berish. Buni yaxshi tushuning. Lekin bo'lib turib bunga hiyla nayran qilsa, aldasa, Alloh taolo u bandasini hech narsasiga, na toatiga, na ibodatlariga, na duolariga qaramaydi. Endi azizlar, mana hammamizga hayotiy kerakli savollar bo'pti. Hozir ba'zilar yosh bu savolda oila alohida bo'lib chiqib ketishga harakat qiladi. Kelinlar o'g'illarni qay yo'l bilan bo'lsa ham ota-onani uyidan olib chiqib ketishga harakat qiladi. Ey kelinlar, shu farzand beradi, o'g'il ko'rganingda xursand bo'lasan. Nimaga? Boqadi, qaraydi. Xudoyim hech kimni kiyovga qaratib qo'ymasin. Avvalo hech kimga muhtoj qilmasin. Alloh o'g'illarga insof bersin. Ota-onani qariganda alohida bo'lib chiqib ketamiz. Xabar olib turamiz keyin degani yolg'on. Xabar olib turmaydi. Ishlar ko'payib ketib qoladi. Lekin o'zlariga ham bir kuni vaqt keladi, shu holat qaytariladi. Bizni musulmon ahli yoshligida xizmat qilib, qariganda rohat ko'radi. G'ayrilar esa yoshligida o'ynaydida, qariganida xizmatkor bo'ladi. Ko'chada bozor, magazin qirib 80 o'lib qolay deydi, bozorlik qilib yuradi. Bizani ota-onamizni shunday qildirib qo'yamizmi? Bu qoidani buzmang. Bu qonunni buzmang. Qariganingizda mashinalar yo'llarida titrab, qaqshab, setga ko'tarib dastyor bo'lib qolmang. Bizni qariyalar qariganda xon bo'ladi, sulton bo'ladi. Yoshlari, o'g'illari qul xizmatkor bo'lib xizmat qiladi. Bu qonunni, bu qoidani buzmang. O'zingiz atdan qilasiz. Yoshlik ko'taradi hamma narsani, xizmatni, dastyorlikni, lekin qarilik ko'tara olmaydi aslan. Va hayotda baxtini topolmaydi ota-onasiga qaramay o'tib ketgan. Birinchi savol mana bu boshqa joydan tushibdi. Ayollar ovozini chiqarmasdan namoz o'qimasligiga sabab, o'qishligi sabab nima? Ovoz chiqarma. Ovoz ayollarda avrat. Ovozini begona erkak eshitish kerak emas. Asl shariatda shu. Endi ibodat qilayotganda uni ovozi eshitmasin begona odam deyiladi. Shuning uchun ichida o'qiydi. Shuning uchun jamoat namozi yo'qki, imomlikka o'tib turgan xotin Allohu akbar deb ovozini chiqarishi kerak, ruku sajda uchun. O'sha ham mumkin emas. Bir xil bizning odamlarimiz ayollardan salom kutib o'tiradi. Ayol kishidan salom kutmang. Siz salom berib o'tib ketavering.
Shart emas ayol kishini erkak kishiga ovoz chiqarib salom berish. Ho kichik, ho katta. Allohga ibodatini ichida o'qiyotdi-yu, sizga salomini baqirib etsin. Mayitni qabrga qo'yib ketgandan keyin so'roq boshlanib, jannatga yo do'zaxga ajratiladi deyiladi. Zamon oxir bo'lganda hamma o'lganlar qayta tirilib, qisqa muddat yashagach yana abadiyat do'zax va jannatga ajratiladi. Birinchi galda dunyodan o'tganingizda so'roq savol bo'ladi, boradigan joyingiz ko'rsatilib qo'yiladi-yu, do'zax jannatga kirilmaydi. Jannatga o'xshagan 50 degan joy bor koinotda. Qaytda Alloh o'zi biladi endi. O'sha yerda bo'lib turadi. U ham bir yaxshi bir samolyot kelishini kutadigan bir joyga o'xshab turadi-da. Endi boshqa kutadigan joy ham bor, dahshat. U ham shunday. Go'rni o'zini Alloh mu'min uchun jannat bog'chalaridan biriga aylantirib qo'yadi deganlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Do'zaxni o'sha azobga loyiq bo'lganni go'rini do'zax o'tlik chuqurlardan biriga aylantirib qo'yiladi. O'sha yerda o'zi hal bo'ladi. Do'zaxga kiriladimi, jannatga kiradigan joyini tomosha qilib o'tib ketganini ham bilmaydi. Subhanalloh, jannatini aytadi deydi, baytida keltiradi. Ko'ngilda qolmagay armon chigitdek, yotirsan yangi uylangan yigitdek. Ilohim hamma banda mu'minga shu nasib etsin. Endi u dahshatini ko'rib turadi. Mana Alloh Qur'onda ba'zilar aytadi-ku, buni isboti nima? Bor Qur'onda isboti. Mana وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. So'zimizni qilmadi, ibodatdan yuz tovladi, gunoh ishlarni qildi. O'lgandan keyin uning go'ridagi azobni qattiq qilamiz va qiyomat kuni uni ko'r qilib tiriltiramiz deydi. Ko'r holda tiriladi. Yoki mana Fir'avn bilan Hamonga to qiyomatgacha ular o'tda azoblarni ko'rib turishadi. O'tli azob boshlaridan kechib turiladi deydi. Kimki bu go'rda so'roq savol yo bo'ladigan azob uqubat go'rdami yo bir sijjin degan joy bor, o'sha yerdami, rohat illiğinde shularga agar mabodo ishonmayman, faqat qiyomatda tirilamiz desa, auzu billah iymonidan ajrab qoladi. Yoningizda yotgan odam tushida nima balo ko'rib, nima ishlar boshdan o'tyapti siz bilmaysiz-ku. Qabriston ham jimjit sokinlikka o'xshaydi. Bu dunyo ketmaydi-da, Alloh uni bildirib qo'ysa sizga. Hali bovul qilolmay qolgan hayvonlarni bir go'r aylantirsa, shu ovozni eshitadi hayvonlar. Qo'rqqandan sevarar ekan. Ayrim kishilar quyosh botgandan so'ng o'lganlarga tilovat qilib bag'ishlash mumkin emas, yo'lda qaroqchilarga uchraydi degan gaplar bo'ladi. Mana shular haqida bular endi bir afsona. Yo'lda nima qaroqchisi bor ekan, nimasi bor uni? Ibodat kecha-yu kunduz, duo kecha-yu kunduz. Qayta kechasiniki yaxshiroq. Kechasidagi duo Allohga qayta yaxshiroq, yaqinroq. Qachon bo'lmasin ota-onaga o'qiganingizda boshqa qilganda bag'ishlavering. Alloh bor, Alloh ularga yo'liqda tirmaydi. Alloh o'zi qabul qilib oladi uni. Qachon bo'lmasin ibodat qiling, duo qiling, Qur'on o'qiysiz, boshqa duo qilavering. Yo'lda hech nimaga uchramaydi. Allohning o'zi qabul qilib oladi.
masjidda yoki namozxonalarda sajda qiladigan tarafda devorda rasm bo'ladi. Rasm bo'lishi mumkinmi? Agarda u Ka'batullohning rasmi bo'lsa-chi? Endi azizlar, bular hammasini bunday olganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilmagan ishlar, bo'lmagan ishlarda aslini olganda yo'q narsa. Suratga berilib ketishlik ham yaxshi emas. Ertaning Ka'baning suratini qo'yib turamiz, keyin boshqa joynikini qo'yib yuboramiz, keyin payg'ambarimizning ham rasmini chizib yuboriladi. Shunday qilib suratga cho'qinib ketilinganda top-toza tursin, xayol ijtimoiy olmaydi. Xayol Makkaning suratini ko'rganda ham ketib qolishi bor-da. Makkada ibodat qilib yurgani esiga tushib, bu yerda necha rakat o'qigani esdan chiqib qoladi. Shuning uchun xayolni olmaslik kerak. Endi namoz vaqti turibdi, o'tib ketib qoladi. Boshqa joyingiz yo'q. To'g'rida Pushkinnimi, bittasinimi rasmi turibdi. Endi u rasm bor, namoz o'qish mumkin emas demaysizda, tavakkaltu alalloh namozingizni o'qiverasiz. O'tib ketmasin vaqt. Boshqa joy yo'q. Hech nima qilmaydi. Niyatni to'g'ri Allohga qilib turib namoz o'qirasiz. Butxonaga kirib qoldingiz, namozning vaqti chiqib ketyapti. Butxonada endi qanday namoz o'qiyman? Rasmlar osilib turibdi, lekin namozni qazo qilmasdan niyatni Allohga qilib turib o'qilaveradi. Vaqt ziq kelib qolganda. Butxonada edimi, boshqa joyda edimku, deyilmaydi, namoz qazo qilinmaydi. To'g'ri tushuning. Qoraka butxonada ham namoz o'qiverdi deb tushunmang. Bu oxirgi imkon bo'lmagan taqdir